Hozirgi kunda bunaqa tayyor remontli binolarni ijaraga berish anqoning urug'i bo'lib qoldi. Sizga mana shunday gatoy biznesni ijaraga taklif qilamiz. Har bitta palatada mana shunday o'zini sanuzeli bor, ikkita bemor uchun joylar tayyorlab qo'yilgan. Bunday xonalarimizdan bizda 10 ta bor. Bu binoyimizning sokol qismi bo'lib, mana shunday open space holatda o'zini alohida sanuzellari bor va tashqaridan kirish eshiklari ham mavjud. Binoyimizning ikkinchi qismida mana shunday kutish zali hamda yana 5 ta kabinet mavjud. Binoning 3-qismi ham kabinetlarga bo'lingan va bu joydan siz qo'shimcha palatalar sifatida foydalanishingiz mumkin. Binoning ijarasi bo'yicha batafsil ma'lumotni olish uchun quyidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.